Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanida qarzdor yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan 38 turdagi maxsus hamda qishloq xo'jaligi texnikalari aniqlanib, jami qiymati 7 milliard so'mni tashkil etuvchi ushbu texnika vositalari qarzdorlik evaziga xatlandi. Majburiy ijro byurosining Jizzax viloyati boshqarmasi tomonidan soliq majburiyatiga ega shaxslarning mol-mulki hisobidan soliq qarzdorligini undirish yuzasidan majburiy ijro harakatlari amalga oshirildi. Ushbu tadbirlar byuroning Mirzacho'l tuman bo'limi ish yurituvidagi ijro hujjatlari asosida sohaga mas'ul tashkilot xodimlari ishtirokida o'tkazildi. Shuningdek, ijro jarayonida qarzdordan qariyb 1 milliard so'm miqdordagi soliq qarzdorligi naqd pul ko'rinishida undirib olinganligi aytilmoqda. Ushbu ijro hujjatlari byuroga 2024-2025 yillarda kelib tushgan bo'lib, o'sha qarzdorlarga tegishli bo'lgan 38 turdagi maxsus qishloq xo'jaligi texnikalari aniqlangan. O'sha so'rovlar orqali so'rovlar yuborilgan vaqtda ushbu o'sha tegishli bo'lgan 38 turdagi 7 milliard so'mlik o'sha maxsus texnika transport vositalari xatlandi. Shuningdek, o'sha ijro harakatlari davomida qarzdorligi yuzasidan 1 milliard so'm miqdorida naqd pul amalga undirildi.